Assalomu alaykum, hurmatli chorvasevar insonlar. Mana yana antibiotlarimiz chiqyapti. Bugun 19-dekabr sanasi bilan 11 ta viloyatga zakazlarimiz ketyapti. Namangan, Andijon, Jizzax, Toshkent viloyati, Buxoro, Samarqand, Sarosiyo, Chinoz. Aloqaga chiqib olasizlar mana. Mana tashlab olsa ham sinmaydigan baquvvatidan o'ta kasb va chiroyli aloqaga chiqib olasizlar. 10 ta viloyat bo'yicha dastavkalarimiz bor. Yetkazib berish 200 ming O'zbekiston bo'yicha. Dastavkasining ichida aloqaga chiqib olasizlar. Oh. Aytida suti bor. Ko'rdingizmi? Antibiotik foydasini ko'rdingizmi? Voy jonim. Aka, joningizdan umidingiz bo'lsa, bormaslik kerak ekan bu molni oldiga. Ha, teparkan. Ular sana tepyapti, mana tepgan mol nimaga tepmay qoladi bu? Birinchi mana shu narsani tasdiqlamay tepmay qoladi. Razmerini o'zgartirasiz. Ey, Ya, 3 ga qo'yib. 3 ga qo'ydingizmi yana qaytarib? Hozir Bo'ldi. chotini qisib oldi. Tortildi, bu poy tortilyapti, mana yerda poyi bor. Tortilyapti. Yana qaratinglar mana. Hozir tepgan mol, mana. Qancha yil? Yomon qalin aka, qattiq ekan yelini. Ha. Yerga sovuryapmiz endi, hali ko'rsatish uchun endi. Paqirga so'yaylik bu. Oyog'ini xohlasa ham ko'tara olmaydi. Bu sog'layaptimi? Hali negativ bo'ladi-yu, bu effekt bermaydi, falon bo'ladi, piston bo'ladi. Effekt bermaydi degan odam mana moli bor-ku, shoqini yarim metr qilib qo'yadi, ha. Yugurib yuraveradi mol, odamdaqa, bag'anaqa. Buni kalta qilib mana shunaqa qilib baylanadi. Teragimi, daraxtmi, liboy narsaga baylanadi, bo'ldi, tamom. Kalta qilib baylasa bor, liboy mol ketadi. Bo'ldi, mana buni olamiz. Olishni mana bunday qilib oldi, ha. Bu bayerdan olinmaydi, mana tortilmaydi. Ko'pchilik mana bu yerdan tortadi mana. Bu tortmaydi, bayog'da turibdi mana. Bu tepaga ko'tariladi mana. Ko'tariladi mana. Osongina olinadi, bo'ldi. O'zini qiynab, molni qiynab tortayotganlar ko'p ekanda. O'zbekiston bo'ylab 200 ming 12 ta viloyat tumanlariga, barcha tumanlariga dastavkasi mutlaq bepul. Surxondaryomi, Qashqadaryomi, Xorazmmi, Nukusmi, o'sha Qoraqalpog'istonmi, Vodiymi, Farg'onami, bu joyga BTS pochtadan chiqarib jo'natiladi. BTS pochtaga borib to'lovni qilaverasizlar. Endi Aldamanglar lekin. aldayotganlarga qo'yib ketdi. Keyin bu sinsa, netsa garantiyasi bormi? Pulni qaytarib beramiz, aytsa. Bukilsa, yo bir narsa bo'lsa, shunday kartasiga pulni tashlab beramiz. Bo'ldi. Bo'ldi, tamom.